Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 204-guruh talabasi Shavkatova Azizaning pedagogikasiga kirish fanidan tayyorlangan taqdimoti. Mavzu zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar. Bu mavzu bo'yicha 3 rejamiz bor. Birinchi rejamiz zamonaviy o'qituvchining jamiyat va ta'lim tizimidagi o'rni. Ikkinchisi pedagogik va psixologik kompetensiyalarning qo'yiladigan talablar. Axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha talablar. Uchinchi rejamiz. Ma'lumotga keladigan bo'lsak, ta'lim jarayoni o'qituvchi ijodiy qobiliyatini namoyish etuvchi sahnadir. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan o'qituvchilik mahorati hech qachon bir yo'nalishda qotib qolmasligi kerak. O'qituvchining ta'lim jarayonidagi mahorati bu fan olamida ro'y berayotgan yangiliklar va hodisalar bilan doimo chambarchas bir-biriga bog'lanib, shakllanib boradi. Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy, siyosiy sohadagi o'zgarishlar o'qituvchining oldiga qo'ygan yuksak vazifalari hisoblanadi. Bilimlardan xabardor bo'lib borish, ta'limni pedagogik texnologiyalar hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanib, amaldagi o'quv-tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etilishi. Uchinchisi, ta'limda o'qituvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olib, o'z mahoratini bilishini va qobiliyatini namoyish etishi zarur hisoblanadi. O'qituvchining qiziqishlari, layoqati va tajribalarini hisobga olganda, ular tomonidan bilimlarni puxta o'zlashtirishga sharoit yaratiladi. O'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligini ta'minlash, ta'lim tarbiyaviy jihatdan bilimni o'zaro aloqadorligi asosida shaxsni har tomonlama kamol toptirishi faollashtirilgan. O'qituvchi ya'ni o'quv tarbiyaviy faoliyatining barcha bosqichlarida ta'limning emotsionalligini ta'minlaydi. Internet va axborot texnologiyalari asosida fanning eng so'nggi yutuqlaridan xabardor bo'lib borishi lozim hisoblanadi. Keyingisi, ta'lim jarayonida o'qituvchi erishishi lozim bo'lgan yutuqlar juda ko'p hisoblanadi. Bu jihatdan uning ijodiy kayfiyatini boshqara olishi bilan bog'liq hisoblanadi. Ijodiy kayfiyat o'qituvchi kasbiga muhim ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlardan biridir. Ijodiy kayfiyat o'qituvchi aql-idrokini namoyish etuvchi pedagogik mahoratning muhim qirrasi hisoblanadi. Bu o'qituvchining ruhiy holatini bir maromda ushlab turuvchi, kasbiy jihatdan ijodkorlikni ta'minlovchi, kasbiy xususiyatlarning o'zaro xos jihatlarini ko'rsatib turuvchi manba hisoblanadi. O'qituvchi o'z ijodiy kayfiyatini vujudga keltirishi uchun psixologik yo'nalishlarning xilma-xil usullarini bilishi lozim. Bu darslar fikran xayoldan o'tkazish va loyihalash. Shuni ta'kidlaymizki, zamonaviy o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, ijodkorlik va hayotiy ko'nikmalarni egallashga yo'naltiruvchi yetakchi shaxsdir. U doimiy ravishda o'z ustida ishlaydigan, yangilanayotgan pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan, o'quv jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llay oladigan mutaxassis bo'lishi lozim.